ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. 3-fasl 13-qism. Allohga hamd bo'lsin. Mahluqotlarning sayyidi, bizga yuksak axloqni ta'lim bergan va Allohning butun olamlar ichida tanlab olgan habib payg'ambari janobimiz Muhammad ibn Abdullohga Allohning salovati va salomi yog'ilsin. Hozir nabaviy siratidan yana bir saboq olamiz. Bu ajoyib saboqni olamlar Robbi 7 osmonning ustidan turib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orqali bizga ta'lim bergan. Safarga tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi? Ha, ey Nur. Makka atrofini ko'zdan kechirib chiqish uchun musulmonlar bilan birga safarga chiqyapmiz. U yerda bizga hujum qiladigan odamlar bo'lishi mumkinmi? Ha, ey Nur. Biz qudratlimiz-ku, akajon. Bizning qudratimiz Allohga bo'lgan iymonimizdadir. Adadimizning ko'pligi yoki tayyorgarligimizda emas. Zolim dushman bizga to'satdan bostirib kelmasligi uchun doimo tayyor turishimiz kerak. Ha, hali ham islom dinini aziz va g'olib bo'lganini ko'ra olmaydiganlar bor. Makkaning fath qilingani xabari hamma joyga tarqaldi va bu Havozin qabilasini urushga chorladi. Ularning quvvati Quraysh qabilasining quvvati bilan barobar edi. Hoy odamlar, hoy arablarning sayyidlari. Quraysh qabilasi kuladi. Endi bizning quvvatimizga va izzatimizga teng keladigan qabila qolmadi. Muhammad ularni yakson qilib bizga yo'l ochib berdi. Endi biz Arabiston orolining sayyidi va rahbariga aylanamiz. Lekin Muhammad ularni o'ldirgani yo'q. Ey arablarning sayyidlari, balki Quraysh qabilasi uning diniga kirib musulmon bo'ldi. Halok bo'ldimi yoki taslim bo'ldimi? Nima farqi bor, ey qariya? Bizga baribir emasmi? Qariyaligim uchun ustimdan kulma, ey Ibn Avf. Menga quloq sol. Men urushda mohir bo'lganman. Agar tanam kuchdan qolmaganda
birinchilardan bo'lib jangga chiqardim. Ha ey Molik, uning maslahatiga quloq sol. U tajribali, ko'pni ko'rgan odam. Axir u Durayd ibn Summa-ku. Lotga qasamki, uni haqorat qilish niyatim yo'q. Axir biz uni yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz. Agar Muhammad Makkaga fath qilib kirgan bo'lsa, demak u Qurayshdan kuchli. Agar u Makkaga odamlar aytgandek tinchlik yo'li bilan kirgan bo'lsa va Quraysh qabilasi islom dinini qabul qilgan bo'lsa, demak u juda ham ulkan quvvatga ega. Xavotir olmang ey shayx. Muhammadning qudrati yetmaydigan qo'shin to'playmiz va uni tormor etib, Makka va uning atrofidagi shaharlarga hukmron bo'lamiz. Ey Allohning rasuli, Havozilliklar qabilalarni to'playapti. Ularga Saqif qabilasi va boshqa qabilalar ham kelib qo'shildi. Ey Allohning rasuli, u yerda bizga qarshi nimadir bo'layotgani aniq. Rasululloh vaziyatning xatarini sezdilar. Abdulloh Aslamiyga Havozinga borish uchun tayyorgarlik ko'rishni va u yerda odamlar orasiga kirib nima gap so'z bo'layotganini bilib kelishni amr qildilar. Amringiz bosh ustiga ey Allohning rasuli. Kav va Kilob qabilalari Havozin va Sakif qabilalariga qo'shilishdan bosh tortdi. Molik ibn Af Makkaga ularsiz ham hujum qilaverarmikan? Ha, u Muhammadni tormor etadigan qo'shin to'pladi. Endi biz Makkaga hukmron bo'lamiz. Abdulloh Aslamiy Havozin va Saqif qabilalari islomga qarshi boshqa qabilalarni to'plagani haqida xabar topdi. Darhol Rasulullohning huzurlariga borib, vaziyat haqida xabar berdi. Musulmonlarni har tarafdan xatar qurshab olgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Havozin, Saqif va ularga ergashgan qabilalarning hujumini to'xtatish nechog'lik ahamiyatli ekanini bilardilar. Muhammadning yoniga boringlar. Balki bizning yurishimiz haqida xabar topgandir. Bizga qarshi qanday tayyorgarlik ko'rayotganini bilaylik-chi. Shamoldan ham tez yuramiz ey Molik. Muhammad va uning yordamchilari haqida barcha xabardan voqif bo'lib kelamiz. Ey Xolid, Havozin qabilasi bizga qarshi urush qilgani to'plansa nima bo'ladi? Biz so'nggi qonimiz qolguncha Allohning dini va rasulini har qanday dushmandan himoya qilishimiz lozim. Bundan boshqa tanlash imkoniyatimiz ham bormi, do'stim? Ey Allohning rasuli, Havozin qabilasi bizga hujum qilish uchun katta qo'shin to'plabdi. Rasululloh Makkani himoya qilish va uning ahlidan xatarni nari ketkazish uchun tashqariga chiqib jang qilishni ma'qul ko'rdilar va qo'shini ko'chib o'tishga tayyorgarlikni boshlashni amr qildilar. Ey Allohning rasuli, mana 12,000 kishidan iborat musulmon qo'shini, lekin bizga ba'zi qurollar yetishmayapti. Bizga yo'l ko'rsating. Ey Allohning rasuli, Saffon ibn Umayyada bizga kerak bo'ladigan sovut va qurollar bor. Rasululloh Saffon ibn Umayyani chaqirib kelish uchun odam jo'natdilar. U o'sha paytda mushrik edi. Alloh unga hali islom ne'matini bermagan edi. Ey ibn Umayya, Rasululloh seni so'rayaptilar. Nima xizmat ekan, birodar? Bilsang,
Rasulullohdan faqat yaxshilik yetadi, ey inson. Bosh ustiga ketdik. Qani ketdik. Rasululloh Safon ibn Umayyani marhabo deb kutib oldilar. So'ng unga: "Ey Safon, bizga qurollaringni ishlatib turish uchun ijaraga ber, ertaga dushman bilan to'qnashamiz", dedilar. Kuch ishlatib tortib olmoqchimisiz, ey Muhammad? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Yo'q, kafolatlangan ijara sifatida keyin senga qaytaramiz", dedilar. Qurollarni ijaraga olib, so'ng yana qaytarib berishni niyat qilgandilar. Bo'ldi, muammo yo'q. Sizga 100 ta sovut bilan keraklicha qurol aslaha beraman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam havozinliklarga qarshi Makkaning tashqarisida jang qilish uchun va Makka ahlini havozinliklarning hujumidan himoya qilish uchun qo'shinning yo'lga chiqishini amr qildilar. Qo'shin Makkaning tashqarisi tomon harakatlana boshladi. Musulmonlar orasida islomni yaqinda qabul qilganlari ham bor edi. Quraysh kofirlari va boshqa arablarning Zotu Anvod deb ataladigan katta yashil daraxti bor edi. Ular har yili daraxt yoniga kelib, qurollarini unga osishar, so'ng uning tagida qurbonlik qilishar va atrofida bir kun ibodat qilishar edi. Bu katta daraxt Zotu Anvod daraxtiga juda ham o'xshar ekan. Ajoyib daraxt ekan. Rasulullohdan bizga ham buni Zotu Anvod kabi daraxt qilib berishlarini so'rasak nima bo'larkin? Har yili qurbonlik qilib ibodat qilardik. Shunday qilamiz. Siz Quraysh sayyidisiz. Siz ayting, sizning mavqeingiz baland. Shunday-ku-ya. Lekin men yaqinda musulmon bo'lganman-da, birodar. Balki sen so'rab ko'rarsan-a, ey Ibn Valid? Allohga qasamki, men bunday qilmayman. Nega, ey Xolid? Nima, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan johiliyat amallaridan birini so'rashimni istaysanmi? Ey Allohning rasuli, bizga ham anavilarning Zotu Anvod daraxtidek daraxt qilib bering. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'azablandilar. Lekin shunga qaramay, ularga nihoyatda yumshoqlik bilan muomala qildilar va shunday dedilar: "Allohu akbar! Muhammadning nafsi qo'lida bo'lgan zotga qasamki, sizlar Musoning qavmi Musoga aytgan gapga o'xshash gapni gapirdingiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ular: ey Muso, bizga ham xuddi ularning xudolariga o'xshash xudo qilib ber, dedilar. U: albatta siz johil qavm bo'layotibsiz, dedi. Molik ibn Afning ayg'oqchilari islom qo'shinini ko'rdi. Qalblariga qo'rquv tushib, tizzalari qaltirab ketdi. Darhol Molik ibn Afning huzuriga qaytishdi. Ular: ey Muso, bizga ham xuddi ularning xudolariga o'xshash xudo qilib ber, dedilar. U: albatta siz johil qavm bo'layotibsiz. Axir anavilar aytib turgan narsa halokatdir va qilayotgan ishlari botildir, dedi. U: sizlarga Allohdan o'zgani xudo qilib beraymi? Holbuki u sizlarni olamlardan afzal qilgan zot-ku, dedi.
A'rof surasi 138 140 oyatlar. 3-fasl 13-qism tugadi. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Olimxon Qodirov. Ilmiy muharrir Abdul Azim Ziyovuddin. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Azizxon Latipov, Laziza Azzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Ixtiyor Otajonov, Baxtiyor Yusupov, Bobur Do'smatov, Yorqin Ernazarov, Nuriddin Do'stbekov, Jasurbek Sharofuddinov va Behzod Muhammad Karimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Prodyuser Abduvohid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سيرتك رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين بنقول وراك مليون امين عالجنة ودينا وصلت رسالتك يا نبي